turibdi, ichida turibdi, bilib turibdi. Bitta tugmachani bossa o'sha narsa chiqadi, lekin iymoni yo'l bermasligi kerak. Yo'q, bu gunoh bo'ladi. Ayib bo'ladi. Men musulmon shaxsman, menga to'g'ri kelmaydi deb o'shini imkoni bo'lsa ham qilmasdan tark qilsa, ana shu inson haqiqiy axloqli inson bo'ladi. Odamlar ko'rib turganda o'zini yig'ishtirib olib, odamlarning ko'zidan chetga o'tganda nima xohlasa qilavergan, u axloqsiz odam. Odamlarning oldida o'zini tutishi bu riyokorlik uchun bo'lgan bo'ladi. Yolg'iz qolganda o'zi nimani qilaversa, bu demak axloqsiz odam. Hali axloq uni qalbiga kirmadi. Haqiqiy axloq, haqiqiy odob, iymon, e'tiqod qalbida o'rnashib, uni yo'naltiruvchi kuchga aylantirganda har qanday yomonlikni eng oson yo'li bilan ham erishidan bo'lganda bosh tortadi. Gunohligini biladi, tan olmaydi, qilmaydi. Biz bolalarimizni ana shu saviyagacha tarbiyalashimiz kerak. O'zimiz shu saviyada tarbiyalanishimiz kerak.